Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati hududiy boshqarmasi hamda Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan poytaxt namunasi asosida Zangiota tumanini xavfsiz va jinoyatdan xoli muhitga aylantirish maqsadida giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi navbatdagi tezkor tadbirlar o'tkazildi. Jumladan, Yakkasaroy tumanida yashovchi 22 yoshli ayol 26 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini 2 million so'mga shartli xaridorga sotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. Tezkor tadbirlar Sirg'ali, Quyi-Chirchiq, Qibray hamda Mirzo Ulug'bek tumanlarida davom ettirilib, ayolni dori vositalari bilan ta'minlab kelgan 26-50 yosh oralig'idagi 3 nafar erkak va 2 nafar ayol daliliy ashyolar bilan ushlandi. 4 kun davomida jami 6 nafar shaxsdan iborat jinoyat zanjirining barcha bo'g'inlari uzilib, ulardan turli hajm va ko'rinishdagi 98 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda 135 gram gashish giyohvandlik vositasi hujjatlashtirilib olindi. Shuningdek, Zangiota tumanida aniqlangan yana bir holatda 1993-yilda tug'ilgan Qo'qon shahrida yashovchi shaxs 1181 dona psixotrop dori vositasini 30 million so'm evaziga shartli xaridorga sotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. Umuman olganda, o'tgan 40 kun mobaynida Zangiota tumani hududida giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jami 16 ta jinoyat holati aniqlanib, 2 ta uyushgan guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Tadbirlar natijasida turli hajm va ko'rinishdagi giyohvandlik moddasi, 1371 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda 2000 dozaga teng 400 gram sintetik giyohvandlik vositasi noqonuniy muomaladan olindi. Mazkur yo'nalishdagi tezkor profilaktik tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.